Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi fanidan qisqa muddatli guruhlarda bolalarni maktabga tayyorlash mavzusida ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Reja qisqa muddatli guruhlarda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda yaratuvchanlik o'yinlaridan foydalanish texnologiyalari. Qisqa muddatli maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qisqa muddatli guruhlarda bolalarni maktabga tayyorlash. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qisqa muddatli guruhlarda bolalarni maktabga tayyorlash dasturi bolalarning maktabga o'tish jarayonini osonlashtirish uchun mo'ljallangan. Bu dastur maktab uchun zaruriy asosiy bilim va ko'nikmalarni qisqa vaqt ichida shakllantirishiga yordam beradi. Quyidagi bu jarayonlarning asosiy jihatlarini keltirib o'tamiz. Ta'lim dasturini tayyorlash. Qisqa muddatli guruhlar uchun o'quv dasturlari bolalarning yosh va rivojlanish darajasiga mos keladigan qilib ishlab chiqiladi. Bu dastur asosan bolalarga mo'ljallangan bo'lib, maktabga o'qish uchun zarur bo'lgan asosiy bilim va ko'nikmalarni o'qish, yozish, matematik fikrlash rivojlanishini ko'zda tutadi. Qisqa muddatli va intensiv darslar. Ta'lim mashg'ulotlari qisqa muddatli 2-4 oy davomida haftasiga 2-3 marta o'tkaziladi. Darslar qisqa 2 soat bo'lib, bolalar charchab qolmasligi uchun o'yin va harakatlarga asoslanadi. Ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish. Bolalarni maktabga tayyorlash faqat akademik bilimlar emas, balki ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni ham shakllantirishni o'z ichiga oladi. Ular o'z fikrini bildirishi, guruhlarda ishlashi, muammolarni hal qilishi, sabr, toqat va e'tibor kabi ko'nikmalarni o'rganishi kerak. O'yin asosidagi ta'lim. O'yin orqali o'qitish uslubi bolalarning e'tiborini ushlab turish va ularga zarur bilimlarni berish shaklida yetkazish uchun muhimdir. Masalan, harflarni o'yin orqali o'rgatish, shakllar va ranglarni ajratish, sonlarni sanash va matematik tushunchalarni o'rgatish. San'at va ijodiy mashg'ulotlar. San'at maktabgacha ta'limda ijodiy san'at mashg'ulotlari, chizish, haykal yasash, musiqa bolalarning tasavvurini kengaytirish va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Moslashuv davrini qo'llab-quvvatlash. Kichik guruhlarda mashg'ulotlar bolalar uchun maktab muhitiga moslashishni osonlashtiradi. Ular tengdoshlari bilan muloqot qilish, yangi muhitni o'rgatish, o'qituvchi bilan o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yish orqali maktabni hayotga tayyorlaydilar. Ota-onalar bilan hamkorlik. Ota-onalar bilan muntazam ravishda borish va bolalarning ularni qo'llab-quvvatlashini ta'minlash samaradorligini oshiradi. Ota-onalar bolalarning rivojlanishi va ularni maktabga tayyorlash jarayonida haqida ma'lumotlar berib boradi. Nutq va til ko'nikmalarini rivojlantirish. Maktabgacha ta'limda bolalarning nutqini rivojlantirish va ularni maktabdagi til darajalariga tayyorlash muhimdir. Bu mashg'ulotlar bolalarning lug'atini boyitadi, savollarni to'g'ri javob berish va o'z fikrini aniq ifodalash ko'nikmalarini shakllantiradi. Quyidagi qisqa muddatli guruhlar yordamida bolalarni maktabga tayyorlashning asosiy jihatlari o'rganilgan. Asosiy ko'nikmalarni rivojlantirish. Bolalar uchun o'qish, yozish, sanash kabi maktab uchun zarur ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. O'qishga qiziqishni oshirish. Maktabgacha o'quv jarayonida qiziqish uyg'otish orqali bolalar o'z-o'zlarini maktab hayotiga tayyor holda his qiladi. Moslashuv jarayonini osonlashtirish. Bolalar qisqa muddatli guruhlarda ko'proq tengdoshlari bilan muloqotda bo'ladi. Bu esa ular uchun maktabdagi jamoaga moslashish imkonini beradi. Ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish. Guruhlarda birgalikda ishlash, o'z fikrini bildirish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini o'rganadilar. Kreativ fikrlash va ijodkorlik. Shakl va ranglar, rasm chizish, konstruktorlar bilan ishlash orqali bolalarda kreativ fikrlar rivojlanishiga yordam beradi. Qisqa muddatli guruhlarda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda yaratuvchanlik, kreativ o'yinlar texnologiyalari bolaning ijodiy va mantiqiy fikrlanishini rivojlantirishiga yordam beradi. Bu o'yinlar orqali bolalar yangi narsalarni o'rganib, amalga qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.
Quyida yaratuvchanlik o'yinlardan foydalanish texnologiyalarining asosiy usullari keltirilgan. Rolli o'yinlar. Bolalar har xil rollarga kirib, turli vaziyatlarni ijro etadilar. Bu o'yinlar orqali ular muayyan vazifalarda ijodiy yondashishda boshqalar bilan muloqot qilish va hamkorlikni ishlashni o'rganadilar. Masalan, do'kon, shifoxona yoki maktab kabi rolli o'yinlar bolalarni turli kasblar bilan tanishishiga o'rgatadilar. Konstruktiv o'yinlar. Konstruktiv o'yinlarda bolalar Lego, kubik yoki boshqa konstruksiyalar bilan ishlaydilar. Bu turdagi o'yinlar bolaning qo'l motorikasini, mantiqiy fikrlashi va ijodkorligini rivojlantiradi. Masalan, shahar qurish yoki uyni loyihalash kabi o'yinlar orqali bolalar jamoa bo'lib ishlashni o'rganadilar. Interfaol o'yinlar va digital texnologiyalar. Planshet yoki kompyuter orqali o'quv dasturlari va o'yinlardan foydalanish bolalarda yangi narsalarni o'rganishda va ijodiy fikrlashda yordam beradi. Masalan, ranglarni tanlash, shakllarni joyiga qo'yish va mantiqiy muammolarni hal qilish o'yinlar orqali bolalar bilimini mustahkamlashi mumkin. San'at va ijodkorlik o'yinlari. Rasm chizish, loydan haykal yasash va qog'ozdan figuralar yasash kabi san'at mashg'ulotlari bolalarning tasavvurini kengaytiradi va ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu turdagi o'yin orqali bolalar ranglar va shakllar bilan tajriba qiladi, yangi narsalarni yaratadi, jarayondan zavqlanib boradi. Qisqa muddatli guruhda maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil etishning asosiy jihatlari keltirilgan. Guruhni shakllantirish. Guruhlar odatda yoshga qarab, masalan, 4-5, 5-6 yoshlarda shakllantiriladi. Bu bolalar rivojlanish darajasiga mos ravishda imkon beradi. Guruhda bolalar soni kam bo'lishi kerak, chunki bu individual yondashuvni ta'minlaydi va har bir bolaning o'qish jarayonida faol ishtirok etishiga yordam beradi. Dars va mashg'ulotlar rejasi. Qisqa muddatli ta'lim muassasalarida darslar 4 soat davom etadi va haftasiga 2-3 marotaba o'tkaziladi. Mashg'ulotlar jismoniy tarbiya, san'at, mantiqiy fikrlash, nutqni rivojlantirish va ijtimoiy ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. O'quv dasturlarini tanlash. Dastur bolaning yoshiga va rivojlanish darajasiga mos keladigan turli elementlarni o'z ichiga oladi. Bu dastur ko'proq o'yin usullarida darslarni interfaol mashg'ulotlari va guruhiy faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Yaratuvchanlik va ijodiy mashg'ulotlar. San'at, musiqa, qo'l mehnati kabi ijodiy mashg'ulotlar orqali bolalarda kreativ fikrlash va ijodkorlik rivojlanadi. Shuningdek, konstruksiya o'yinlar va turli loyihalar orqali bolalar o'z fikrini ijodiy tarzda ifoda etishni ega bo'lishadi. Moslashuv jarayonini qo'llab-quvvatlash. Qisqa muddatli ta'lim tashkilotlari bolalarning maktabga moslashuvini osonlashtirish uchun zarur ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bolalarda tengdoshlari bilan muloqot qilish, muammolarni hal qilish va guruhda ishlashni o'rganadi. Ota-onalar bilan hamkorlik bolalarning rivojlanishi, kuzatuvchanligini uyda qo'llab-quvvatlash, maxsus mashg'ulotlar va masalalarni taqdim etadi. Shuningdek, ota-onalar bilan muntazam ravishda aloqada bo'lish bolaning ta'lim jarayonini samarali qilishda muhim hisoblanadi. Quyida qisqa muddatli guruhda yaratuvchanlik o'yinlarida foydalanishning asosiy texnologiyalari bayon etilgan. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qisqa muddatli guruhlarda bolani maktabga tayyorlash dasturi bolaning maktabga o'tish jarayonini osonlashtirish uchun mo'ljallangan. Bu dastur maktab uchun zarur asosiy bilim va ko'nikmalarni qisqa vaqt ichida shakllantirishiga yordam beradi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimiz tugadi. Sizlarga mustaqil ta'lim topshiriq sifatida qisqa muddatli guruhlardagi nutq o'stirish matematika faoliyatlarimizdan mashg'ulot ishlanma elektronini tayyorlaysizlar va tashlab qo'yasizlar. Xayr, sog' bo'lingizlar.